Imom Buxoriy buyuk zot, Alloh kalomidan so'ng eng ishonchli, eng to'g'ri hadislarni to'plagan islomshunos olim. Buxoriy hadislarini inson qo'li bilan yozilgan birinchi raqamli kitob deyishadi. Al-Jami as-Sahih asari orqali butun dunyo Al-Buxoriyni taniydi, hurmat qiladi, e'zozlaydi, uni hadislarini o'rganadi. 19-mart kuni Samarqandda, Payariqda katta bunyodkorlik ishlaridan so'ng Al-Buxoriy majmuasi ziyoratgohi ochildi va 20-mart kuni bu yerda ertaga hayit namozi o'qiladi. Ziyoratgohga Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurib, yakuniga yetgan bunyodkorlik ishlari bilan tanishdi. Majmua davlatimiz rahbari tashabbusi bilan qaytadan bunyod qilindi. Ziyoratgoh buyuk muhaddis allomaning islom olamida tutgan yuksak mavqega, ulkan salohiyatga munosib bo'ldi. Asrlarga tatigulik bir ziyoratgoh bo'ldi. Yangi O'zbekistonning durdonasiga aylandi. Bu yerda ziyoratchilarga har tomonlama qulay sharoitlar yaratilgan. Butun dunyo musulmonlari kutyapti buni. Albatta mana ko'rasiz, shunaqa joyni men hozir kelib ko'rib, endi rostga shunchalik xursand bo'ldimki, nahotki bizni Al-Buxoriymizda shunaqa majmua bo'lar ekanda deb. Mana bo'lar ekan-ku. Mana bugun ko'rib o'zimiz hayron qoldik. Butun aylanib chiqdik hozir. Bu narsalarni endi butun xalqimiz, musulmonlar bir umr kutgan joy bo'libdi. Buni albatta har bir musulmon, har bir mana shu O'zbekiston fuqarosi kelib ko'rib, ziyorat qilib ketish bu farz deb hisoblayman. Bizning shu rayon markazlarida, masjidlar har xil joyda o'qirdik. Mana bugun prezidentimizga ming marta rahmat. Butun Samarqand qolaversa respublikadan kelib turib mana bu yerda hayit namozini o'qish bu bizlar uchun bayram bu. Eng yaxshi bayramlarning ichida ham eng zo'r bayram bo'ldi. Ayniqsa Samarqand viloyati xalqi uchun, Samarqanddagi bizga o'xshagan faxriylar uchun bu shunaqa bir sovg'a bo'ldiki, bu sovg'ani endi faqatgina avaylab, asrab, kelgusi avlodlarimizga, yoshlarga yetkazishimiz kerak. Majmua qoshida turizm markazi ochildi. Yondosh 15 gektar maydonda zamonaviy infratuzilma yaratilib, shinam mehmonxonalar, xizmat ko'rsatish va servis nuqtalari barpo etildi. Prezidentimiz kelib ketganlarida bir topshiriq aytgandiki, bu yerga kelgan har bitta ziyoratchi bir ma'naviy oziqa olib boyib ketishi kerak. Menimcha agar kelayotgan ziyoratchilar uchun sharoitlar yaratilgan, unaqangi imkoniyatlar bor. Endi bu yerda masalan ilm o'rganiladi, to'g'rimi? Ilm o'rganiladi, hadislar o'rganiladi. Bu majmua, mana bu hozir turgan joyimiz agar masjid deydigan bo'lsa, yonimizda hadislar maktabi bor, Imom Buxoriy markazi bor. Butun bir kompleks tashkil bo'ldi hozir. Va 3-bosqichda kelayotgan mehmonlarimiz uchun mana oldi tomonda ko'rgan bo'lsangizlar, mehmonxonalar majmuasini tashkil qilganmiz. Bitta 4 yulduzli, ikkita 3 yulduzli, 22 ta demak oilaviy mehmon uylari tashkil qilingan, mahalliy choyxona tashkil qilingan. U yerda ham eng oxirgi qurilish me'yorlari, andozalari qo'llanilgan. Ya'ni uzoqdan kelgan mehmonlar shu yerda qolib, namozini o'qib, ziyorat qilib, muzeyga tushib, bir kun emas, bir necha kun qolib, ziyorat qilib, ruhan boyib ketish imkoniyati yaratilgan. Barcha imkoniyatlarimiz bor. Imom Buxoriy majmuasi ilgari bir kunda 12 ming ziyoratchiga xizmat ko'rsatgan. Endi esa 65 ming nafar ziyoratchini qabul qila oladi. 10 ming kishiga mo'ljallangan ulkan masjid, ma'muriyat binosi, 154 ustunli, milliy uslubdagi muhtasham ayvon qurildi. Ziyoratgohning qoq markazida Imom Al-Buxoriyning tabarruk maqbarasi o'rin olgan. Öncelikle Özbekistan halkına, bütün vatandaşlarına Avvalo biz O'zbekiston xalqiga Turkiyadan samimiy salomlarimizni yo'llaymiz. Barchangizga hurmatimizni bildiramiz. Shunday go'zal kunda sizlar bilan uchrashganimiz biz uchun juda katta nasiba bo'ldi. Buxoriy hazratlari yo'ldan borayotganligi uchun biz o'zbek xalqini yaxshi ko'ramiz. Ul zotga bo'lgan hurmatimiz juda yuqori. Imom Buxoriyning o'rni Turkiyada ham, butun islom olamida ham juda yuksak, nihoyatda ulug'. İmam Buxoriy Hazretleri Peygamber Efendimiz'den en çok hadis rivayet eden mübareklerden. Imom Al-Buxoriy hazratlari payg'ambarimizdan eng ko'p hadis rivoyat qilgan muborak zotlardan biridir. Biz allaqachon u zotning Buxoriy kitobini o'qiymiz. U yerda juda ko'p hadislarni o'rganamiz. Bu joylar payg'ambarimizning go'yo hidini his qiladigan muborak maskan bo'libdi. Bu yerga kelib ziyorat qilishni orzu qilgan edik. Juda mashaqqatli safardan, uzoq kutishlardan keyin nihoyat nasib bo'ldi, alhamdulillah. Ma'naviy muhitdan tashqari joyning go'zalligi ham bizni juda hayratda qoldirdi. Haqiqatan ham har bir mayda detali, ustunlari, shiftlari, qo'shin bezaklari hammasi juda chiroyli, juda yoqdi.
Majmuada zamonaviy texnologiyalar asosida noyob innovatsion muzey barpo etildi. U islom olamida muhaddislar sultoni deya e'tirof etilgan Imom Buxoriyning hayoti va ilmiy merosi, islom ma'rifati rivojiga qo'shgan hissasini namoyon etadi. Shuningdek, muzeyga Qur'onda ismlari zikr qilingan 25 payg'ambar tarixi, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning shajarasi, Makka va Madinadagi hayoti, hadislarning jamlanishi va yozilishi haqidagi ma'lumotlar joylashtirilgan. Qadamjoda 14 ta moviy gumbaz, 75 metrli 4 ta minora unga ulug'vor qiyofa bag'ishlab turibdi. Davlatimiz rahbari turizm markazi va masjidda yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirdi. Imom Buxoriyning Sahihi Buxoriy kitobi dunyoda tan olingan eng mo'tabar 6 ta hadis kitobining biridir. 10 yoshdan boshlab hadis ilmini o'rgangan alloma 20 dan ortiq asarlar yozgan. Ular to shu kungacha din va diyonatimizni mustahkamlash yo'lida islom ummatiga xizmat qilib kelmoqda. Prezidentimiz har gal Samarqandga kelganda majmuaning qurilish jarayoni bilan tanishib, bu joy faqat ziyorat emas, ilm, ma'rifat, tarbiya va ibrat maskani bo'lishi, Imom Buxoriyning buyuk izlanishlari, bilimi hamda kamoloti ziyoratchilar, ayniqsa yoshlar uchun ezgu namuna bo'lishi kerakligini ta'kidlagandi. O'zim ham xorijlarda bo'lganda ko'p bunday majmualarga kirganman, borganman, arab davlatlarida ham ko'rganman, hammasida. Lekin bu butunlay boshqacha. Chunki bizniki, chunki biz qurdik, chunki biz uchun xizmat qiladi, chunki bizni dunyo arenasiga olib chiqadi. Olib chiqdi ham. Butun dunyo faqat ibrat olishini istayman. Butun dunyo O'zbekiston bilan hisoblashishini istayman. Imom al-Buxoriyning bizga juda katta xizmati ham va ana shu merosdan xalqni bahramand etib, xalqda ana shunday xislatlarni paydo qilganligi ham davlatimiz rahbarining eng katta xizmati deb bilaman. Ushbu betakror qurilish yangi O'zbekistonning ulkan imkoniyatlarini yaqqol namoyon etadi. Ziyoratgoh xalqimiz uchun, jahondagi barcha musulmonlar uchun ezgulik va ma'rifat nurini taratadigan qutlug' maskanga aylanadi deb ishonaman. Aminmanki, bu dargohni ziyorat qilib, uning ma'naviy muhitidan bahramand bo'lgan inson, ayniqsa yoshlar, islom dinining asl ma'nosini anglab yetadi. To'g'ri yo'ldan adashmaydi, dedi prezidentimiz. Shuning uchun ham Imom Buxoriy majmuasida ma'naviy ma'rifiy ishlarni keng yo'lga qo'yish, uni chinakam tarbiya va ibrat maktabiga aylantirish, bu yerda imom xatiblar, mahalla faollari uchun malaka oshirish dasturlarini kuchaytirish lozimligi ta'kidlandi. Ziyoratgohda barcha ishlar yakuniga yetganini hisobga olib, yangi qurilgan muhtasham masjidda hayit namozini ado etish taklif qilindi. Bu mo'min musulmonlarimiz, butun el yurtimizning ko'nglidagi ish, xalqimizga munosib Ramazon sovg'asi bo'lishi ta'kidlandi. Ertaga nasib bo'lsa birinchi ochilish kuni hayit namoziga to'g'ri keldi. Bu ham bir Allohning bir inoyati. Nasib bo'lsa yaxshi duolar qilinadi, yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtboshimizga katta rahmat, prezidentimiz omon bo'lsin. Shu yerda tug'ilib, o'nib o'sganman. Bu yerda 91-95-yillarda tumanda hokim bo'lib ishlaganman. Rahmatli muftiy hazratlari Usmonxon Alimov bilan har kuni uchrashib, bu yerda biz yaxshi istaklar qilganmizda. Shu bu bir haligi mana yo'llarda kottejlar bo'lsa, bu yo'llar hali bir shahardek tipda bo'lsa degan niyatlarni qilganmiz. Mana shu eski u narsalardan qolgani mana chinor. Qolgani hammasi yangi bo'ldi. Shu istaklarimiz amalga oshdi. Allohga beadad shukrlar bo'lsinki, biz shu narsani ko'rdik. Shu bobomiz bilan faxrlanishni o'zi bo'lmaydi. Uni hadislarni o'rganish kerak. O'rganib turmushga tatbiq qilish kerak. Ana unda bu bobomiz ham rozi bo'ladi, hayotimiz ham go'zal bo'ladi. Shu bilan davlatimiz rahbarining Samarqand viloyatiga tashrifi yakunlandi.